Hoji aka so'rovdingiz mendan. 3 oyoqli velosiped elektrdan kelsa Absamat aytib qo'ydi o'zi. Aynan hozir momentda bosib olmasangiz bo'lmaydi. Soni juda kam. Eng qizig'i noodatiy ko'rinishda sakadiskali motorlar diskalarda ishlatilgan. Eng qizig'i yana bitta funksiyasi Geliviy akkumulyator 5 ta qo'yilgan. Akkumulyator jihatdan ko'proq ham ertaga olsangiz ham donabay bitta olsangiz ham arzonroqqa tushadi. Orqalari esa mana bunaqangi ko'rinishda taklanadi. Bemalol o'ziga 2 kilo sig'imni ko'tara oladi. Orqa balolar 18 lik bo'ladi, oldi esa 20 lik. Ko'p joy temirdan ishlangan, hali plastmassa defekt, faqat oyoq tagiga ishlangan xolos. Tablolari ham tezlik, kilometrlarni ko'rsatadi, qo'l tormozli bo'ladi, pedallari bor. Eng qizig'i menga bitta yoqqan tarafi reduktor motor, ya'ni muraviy motorlardan bu ishlatilgan. Orqalari ham ochiladi mana. Orqalari ham ochiladi. Chexollarigacha bor. Shuni olib minbersiz oldi, boshqa varianti yo'q. Xullas, bu Motorola'mizda riksamiz narxini sizni olishingiz uchun 7 million 200 ming so'm narx belgiladik. Aynan narxi juda chiroyli, 100% o'ziga arziydi. Agar oddiy velosipedni ham elektr qilaman desiz, kamida bunaqa holat chiqarish uchun 6 million pul kerak bo'ladi. Chunki bu Honda Profil reduktor motor, 5 ta akkumulyatorli palovsuz ashincha rasxoti bor. Tayyor mana zavodskiy tablolargacha birga-bir o'rnatilganini 7 million 200 mingga olsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lash, topganda berib, qoramdasi unaqa narsalar yo'q. YouTube'ga olyapmiz-a? Bitta qani bunaqa milib chiqing. Bunaqasini ko'ramiz. Tortishlarini ham bitta. Mana bismillah, mana. O jono. Tez aka, ha? Menga yoqqan tarafi, eng yoqqan tarafi Geliviy akkumulyatorlisi. Geliviy akkumulyator litioniydan ko'ra, hali litioniy bitta ketsa 2 million ketsa, buni donalab qo'ysa ham bo'ladi. Donalar ham ketadi o'zi bu. O tortishni tezak olma. Tortish tezak, ha? Tormoz ushlashlari. Tormoz ushlashlari yaxshi. Balonni kir qilamiz endi. Akalar, uzr endi Hoji aka, skuteringiz balonni kir qilib berdim, rozi bo'lasiz. O jono. Yu. Jono. Hozir endi to'g'ri aytishlarim mumkin, tovarni o'tkazish. Umi yumshoqmi? Da'vatimdan yumshoqmi? Men bosyapman buni qaranglar. Men qo'qiyapman. Bitta yoqmagan tarafini aytaman. Vilkasi menga yoqmayapti. Ammo yaxshi, nimaga qanday yoqmayapti? O tortishi tez. Qizga chiqdi. Jono. Tormoz ham bitta desa. Eng qizig'i, hali aqabaqa tortish bor-ku. Masalan, 3 oyoqlilarda aqabaqa tortishlar juda ko'p tushadi. Ya'ni bitta qo'lda mina olmaymiz bunday qilib. Bunda o'sha narsa bo'lyapti, qandaydir. Tortish emas. Aqabaqa tortish bo'lmayapti. Bitta qo'lda minayapman, bemalol. Aqabaqa likkillagani yo'q. Ko'p skuterlarda YouTube'da obzor qilganimizda bitta qo'lda mingan paytimizda yo'llar likkillaydi. Bularda unaqa narsa yo'q. Mana. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, sotuvda nalichada bor. Kelib olib ketaverasizlar. To'g'ri, buni puliga oddiy skuter 3 oyoqli olsa bo'ladi, lekin buni klient o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni pedal tez harakatlanadi, ixcham, hamma teshikka sig'ib ketaveradi. Eng qiziq akkumulyator Geliviy, ham ertaga buzilsa, sapchaslar arzon. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarni aloqa qilib, ishlarni bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar.